Assalomualaikum. Nasıl aka? Ya akam. Askıya tüylemenin ikinci olup başlayan peki. Rahmanımız Behruz Bey. Oh, akam. Bana sizi o'sha filmimizni davom ettirayotgan mana shularni haqiga ham bir duo qiling degan. Boshqa ishlarda doim umrlarni oxiriga juda katta martabalarga erishib, salomat bo'lish uchun doim xalosa xalqi Allohga aytib misol keltiramanki, yana haliga yoningizda birortasini olib kelaverasizmi deydiganlar. Endi eskidan o'sha Sidiq akam bilan haq ko'ziga o'rnab ketganmiz. O'sha bo'lmasa o'xshamaydi endi 20 ta odam ha demak. Shinavandlar bo'lsa, o'sha shinavandlarni ko'ramamiz, ish quvvat olib orqamizdan yurishadi. Hali yana nimani ham misol keltiraman. Hali biz birovlar bo'lib, faqat yotqizuv bor, tepa uradi, to soniga ikkita chapala uradi. Boshi yoriladi, buzi turishadi. Turib qo'lini ko'tarayotganda hali yutganni qo'lini nimalar gaplashib o'tirish. Chunki shunga o'rganishgan. Masalan, neftchi bilan yo paxtakormi yo paranchi o'ynaydi. Fanatlar nima uchun boradi? Dod deb kelishadi, maza qilib. Toza o'yinni ko'radi. Ha biz ham Sidiq akam bilan boradigan gapimiz kechaga ilgari kunga gap bo'lsa kim boradi orqamizda? O'y kunga gap-da deydi. O'sha yerda o'zida yangi gaplar bilan solishganligimiz uchun o'shanisiga ish quvvat olib orqamizdan yurishadi. Hali yana nimani ham misol keltiraman. Hali biz правильно bo'y bor-ku. Yotqizuv yuboraman, tepa uradi, to soniga ikkita chapala urmaguncha. Boshi yoriladi, buni o'zi turgizishadi. Turib qo'lini ko'tarayotganda hali yutganni qo'lini ko'taradi. Hali boshi yorilgan, ham yorilgan. Shundoq o'tib hali yutganni mahkam quchoqlab bir ko'tarib qo'yadi. Maza qildim deydi. Maza qildim sen bilan tushib deydi. Esdan chiqadi. Chunki shuna bo'lish, maza qilish kerak edi. Yutkizsa ham maza qilish kerak edi. Haqiqatda menga bobaga endi harakat qilaman, yana shu kiloga chiqishim kerak. Shu texnikaga chiqishim kerak deydi. Sidiq akam bilan biz ham odamlarni oldida bular qaytib gaplashmasa kerak. Deydi-yu, yana ha aka nima bo'ldi deyib. Ichki hayotimiz davom etib ketaveradi. Haqini aytib bo'lmaydi. Yo, omongina. Sog' salomat. O'ydan kilo.
Marhaba, assalomu alaykum. Siz yo'lda gapirib keldik, quloqingiz tuzilmadimi? Hozir gapirib kelaverdim ha. Ilohim, Parvardigor, o'zingdan boshqa haqqimiz. O'zing duo qilib turibsan. Mana shu osiy bandalaringni qo'llarini duoga ochib sendan iltijo so'rayapman. Yaratgan, o'tgan piyrotamni ustozlarimizni joylarini jannatga qilgan. Qur'on yo'llarni yorib, oxirgi jannatga boqishini. Ana qolmish osiy bandalaringni o'zing tarafingdan asragin. Umrlarni uzoq, rizqlarni unutgin. Allohim yurtimizda, elimizda tinchlik, omonlikni barqaror qilgin. Muhtaram prezidentimizni ham tan joylarini salomat qilgin. Xalqning baxtiga, yurtning baxtiga, elga baxtiga tinchimon bo'lib, seni yo'lingdan yurguvchilardan bo'lsin, hammamiz o'ynaymiz. Rahmat. Duo qildingizmi, xayrlashdingizmi? Kenglarchi. Bog'lam shoshtirdilar, kal taqib qo'ydilar. Men duo qilaman desam turib oldi, so'kyapti meni, sen uzoqqa borasan. Ya siz ham duo qilasiz, biz qiynalib qolamiz. Qari odam, ominga qarab o'tirolmaymiz. Chumaga xap bo'lyapti. Sasaga borib qolib, ichida qiladigan bo'lib qoldi. Yoshi o'tgan odam duo qilganda og'zi qimillasa yoq qilyapti deb Ucha bo'ladigan bo'lsa-chi, qo'lingizni ko'tarib turing, o'zim qilaveraman. Hozir ham yaxshi. Sal ovozi chiqib turibdi. Sabr qilib turavering. Bundan buyon endi yoshlarga qildiradi. Hozir akam o'tirib olib duo qilaylik desa, otam akam ko'nmallar. Nimaga? Turganda qilsa yaxshi bo'lardi. Ko'ngillariga ma'qul kelsa ko'rasizlar hali. O'tirgandan keyin bir ochilsa qayta qilaveradilar. Yoshi katta odam yotdi qildi, nimayu turdi qildi. Endi Jumaboy, noshkurchilik qilmasa kerak-da. 76 ga kirdilar. Shu duoga ham yarab turibdi-yu. Baribir yoshga to'p qoldi Mansur aka. Voy yaxshi, bo'lmayapti. Yarim og'zida qolib ketdi. duoga yarab turibdilarmi? Men gumon dedim, yaramasmikin deb. Mana shu qari odam kelsa ham gumonda bo'laveradi ekan. Qaytib tushmaydigan qilib joylab olaveringlar. Endi tushiga. Yo'q, biz qaytalab ketamiz, ya. Joylab olaveringlar. Yana bitta so'roq keldi. Oborib joylaymiz. O'zimiz chiroyli qilib ko'tarib olib ketamiz, ya. Yo'q. O'tiravering endi bu Bahodir aka. O'tiravering. Aka, men turibdi. Yaramasa. Bahodir aka, yaxshi. Bormisiz dadam meni? Yaxshi. Xursand bo'lib turaman. Yaxshimisan? Rahmat. Assalomu alaykum. Tanidingmi Bahodir akam birga o'qiganmiz-ku, ko'pirlik. Askar. Tanimaganda
Yo'q, tanimagan. Zapis qilyapsanmi, o'sha yerdan o'chirma. Tanimagandek so'rashdi-da. Hozir xuddi otingiz aytganday bo'ldi. O'zini otini aytdi. Seni nomingdan tabriklar. Hammamiz tan jonimiz sog'. Iymonlarimizni butqigin, qatorimizdan xato olmang. Mana shu kallikni umrini oxirigacha rohat farog'at. Allohu akbar. Rahmat. Kelyapsizlar mehmonlar. 90-yilda Sheralini qishlog'ida chog'an ekansan. O'zing. To'yda. Xo'p. Ko'liroqda. Rahmat. Sizlar sizlar yaxshimi? Salomat bo'ling. Salomat yaxshimi? Sizlarmi? Yaxshimisiz? Kecha muloqot qilgan davralar bo'ladi. Yaxshimiz. Qaraylik, yaxshi. Sizga qarab. Yo'q, yaxshi. Qaraylik. Shu dengizga nimalardir soldi, bilasizmi? Bundaroq qo'yib beraymi? Juda kamaydi. Xizmatlarimiz bo'lyapti. Kishidan borib xizmatlar o'tadi. O'zimizga hammamizni ko'plarni o'tirgandik. So'zlarlarimiz, azim sayfalarimiz juda kamaydi. O'shaning uchun yaxshi bo'ldi mana bu yana to'planib qoldi. O'tgan ustozlarni bir nomlar endi shu vaqtida qilindi-yu, nomlarini ham eslab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Bitta Qur'on tilovat bilan boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrohim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Pok Parvardigor, o'qilgan oyatlarimizdan hosil bo'lgan samara sohiblarni avvalambor ikki olam sarvari bo'lgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyatlariga taslim. O'tgan pir komil ustozlarimiz ruhoniyatlariga baxshida qildik. Ya Rabbim, o'zing bilguvchisan, o'zing ko'rguvchisan. Bu ojiz bandalaring sendan iltijo qilib duoga qo'l ochib sendan so'rashyapti. Allohim, şu bandalaringni ko'ngli tubidagi yaxshi niyatlarini ijobat qilgin. Duoga qo'l ochgan birodarlarimizni har birini xonadondan o'tgan ota Alloh, ona Alloh, 7 pushtidan o'tganlarni Alloh rahmatingga olgin. Ilohiy nomingda Parvardigor, mustaqil diyorimizga ko'z tegmasin, o'zing panohingda asragin. Prezidentimizni ham tan jonlarini salomat, iymonlarini butqigin, xalqni yo'lida yurguvchilardan qilgin, o'zing panohingda asragin. U kishimni ham xonadondan o'tgan ota-onalar, ona avlod, 7dan pushtidan o'tganlarni o'zing rahmatingga olgin. Ey Allohim,
mana o keksalarimizga iymon, yoshlarimizga umr, bemorlarimizga shifo bergin. Safarda yurgan jumla mo'min mo'minalarni safarlarni bexatar qilgin. Parvardigor, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. O'tirgan, joplashgan mana shu jumomizni hammalarini tan jonini salomat qilib, bir yoqadan bosh chiqaradigan qilgin. Allohim bir-birlarini hurmat e'tiborlarida yursin. Umrlarini oxirigacha tan jonlari salomat bo'lib, yurtimizga, elimizga, xalqimizga xizmat qila turganlardan bo'lsin. Ey Parvardigor, bilib bilmay qilgan xato gunohlarimiz bo'lsa, Allohim o'zing mag'firat eyle, o'zing yorla qilgin. İnşallah huzuringga chorlaganingda iymon bo'y bo'lib, huzuringga borishlikda har qanday mo'min mo'minaga nasib ro'za aylagin. Rabbana atina fid dunya hasana fil oxirati hasanatan va qina azabannar rahmatika ya Allah. Mana bugungi shodiyonamiz ajoyib bo'lyapti. Butun ustozodalarni zodalariki ustoz bo'lishi, bular ham hozir ustoz darajaga yetgan mana ustalar o'tirishibdi. Askiya san'atini qizilish piri ustozi Yusufjon Qiziq Shakarjonov opa dadamiz boshlab bergan bo'lsalar, ularning orqasidan Sulaymon Qori, Usmon Qiziq, Oxun Qiziq, Tesha Qiziq, Bolta Qiziq, ularni nomma-nom aytiladigan bo'lsa, bir tugatib bo'lmaydi. Endi shulardan mana nevara shogirdlar mana Kalovatda o'tirishibdi, shartda ko'pchilik birgalikda ustozlarni bisotidan gaplashishadi, ustozlarni hangomalari, ustalarni qilgan qiziliqlaridan namunalar ko'rsatishib, hozirgacha mana xalqimizni xizmatda bo'lib kelinyapti. Butun san'atkorlar mana xonandami, sozandami, bozandami, lavozondami hammasi hozir xalqimiz xizmatida ruhiy oziqa berib, marhum opa dadamiz boboy kalonimiz Yusuf Qiziqning gaplari bor. Kuling do'stlar, umringiz uzun bo'ladi degan gaplari mana hozirgacha shu yangrab kelyapti. Mayli, menga qarab 5 minutdan oshmasin. Yo'q, ko'pbat. Yo'q. G'arbjoy ketdik. To'g'rimi gapimi? Ketdik. Bilgan odam gapirish kerak-ku buni. To'g'ri, tarix yaxshi biladilar. Gapiring. Yaxshi do'stlar davrasida ochilursan har nafas ishga. Albatta. Hoji. Albatta. Biz Marg'ilondamiz. Albatta. Marg'ilon nomini o'zida bir eshitgan insonga bir bag'riga quvonch, hissiyot, xursandchilik. Oh! Chunki mana bu bog'larda o'lgan 20 ming, 30 ming kishilik askarlarni eshitgan o'zbek xalqi bor. Albatta. Mana shu yerda o'tgan ustozlarning arvohlari shod bo'lsin. Ma'murjon Uzoqovlar, Jo'raxon Sultonlar o'zbek san'atiga, yurtimiz san'atga qo'shgan Qamara xonimlar, usta olimlar, Zaylomun akalar, Yusuf Qiziqlar, mana Mamasli akalar yaqinda vafot etdi. Uni dog'onchilari borligini o'zi bitta baxtimiz. Hozirgi kunda o'zbek san'atining darg'alari, ana Abdulahad Abdurashidov, Ahmad akam, Abu Hoshim akam yo'qdan. Bularda son sanog'i yo'q. Bu ham bo'lsa xalqimizda, vodiyda, mamlakatimizda baxti. Biz har bitta ko'rganimizda o'sha Ma'murjon Uzoqovni, Jo'raxon Sultonovning nafaslanishi katta bo'ldi qulog'imizda. O'sha Yusuf Qiziqlarda, Oxun Qiziqlarda askiyalarni, qiziqchiliklarni, mana Mamaslakani, Atamboyda birga degan har bitta xonadonda fanatikasi ham bor, askiyalari bor. Bu juda katta merosimiz, nomoddiy merosimiz bu. Albatta. Mana to'plandik, o'tganlarning ruhini shod qilsak. Ilohi. Ular aytgan ijrolar yangrayapti. Ular ijro etgan askarlar yangrayapti. Chunki bitta baxt, ne baxtki, siz, biz bormiz. Bizga qarsak chalib olqishlayotgan xalqimiz salomat bo'lsin. Ilohi. Yurtimiz tinch bo'lib, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bitta dilga, har bitta yurakka qo'shiq, kulgu, musiqa, ashula kirsa, o'sha yerda joylashadigan bo'lsin. Yaxshi. Hali shoir Xuvaydoni bir gaplari borda, muhabbatdan muhabbat bo'ldi paydo, muhabbatsiz kishilardan ochqin Xuvaydo. San'atga, ashulaga, qo'shiqqa muhabbat bor insonlar to'plandik. Albatta. Kelinglar mana shu muhabbatda
muhabbatni xalqimizga bersak-da, ular ham mazza qilsin, nima dilaying? Yashang. Hammasiga labbay Bahodir aka. Mansur Ali juda chiroyli gaplarni gapirdilar. Bir tarixni bir zar varaqlarni varaqlaydigan bo'lsak, o'sha davrda 60-yillarga bir razm soladigan bo'lsak, bir anjumanda joylari jannatda bo'lsin, G'oyib ota bilan Ijroqim buva bir-biri bilan endi askiya bo'lyapti. Ko'pchiligi ikkovi to'g'nash kelib, dehqonchilikdan gap ketib qolgan. Dehqonchilikdan payro ketib qoldi. Ha, shunda G'oyib aka, Ijroqim aka, ha G'oyibjon, mana dehqonchiliklaringiz zo'r o'g'ir ekan, bozorga olib chiqib sotyapsiz ekan, xursand bo'ldik. So'm beraman. Qancha turib berasiz? Desa, qandoshday bo'lib qolganmiz, usta shogird bo'lsak, o'rtada pul rol o'ynamaydi. Bemalol xijolatmay kelaverasiz, to'ningizni o'ngirini qayirib turasiz. Bo'ldi deganingizcha solaveraman. Ma'noni qarang, endi haligi bog'lamni qarang. Bu yerda hech qanaqa aynima narsa yo'q-da. Yana askiyada laqab bo'ladi. Abdulla Qahhorda bir gap borda, o'zbek askiyasini ilmog'i laqab. Lekin ustozlar aytganki, uni yuzi kamchiliklariga, uni ustidan kulmaslik kerakda, shaxsiyatiga tegmasdan qilish kerakda. O'sha Yangiqo'rg'onda Tarraxchi mahallasida Dehqon yuzboshi degan askiyachi o'tgan. O'tgan asrda buyuk askiyachi bo'lgan. Xudoyorxonni o'rtasida ham askiyachilik qilgan. Zokir Govlar. Zokir Govlar bilan birga bo'lgan. Yusuf qizi ham shu yerda qatnashgan. U laqabi yoshligida ana bolalar istimol olganda qochi tushib ketib, kal. Ijroqom degan, katta degan, katakal degan. Keyin yo'ldosh Oxunboboy Toshkentdan qaytishda Bashqarga tushib, Alat yo'rgada. Bitta askiya qilishib o'tib ketar ekanda. Qopiri o'ris bo'lgan ekan. Tushib laqabi buzruk bo'lgan ekan. Tuya. Yo'q. Dara topasi o'ziga yaqin. Yo'ldosh Oxunboboy. Keldilaringmi, yo'ldosh voy keldingizmi? Suv olib chiqar ekan deganda. Ular chiqsa yo'ldosh Oxunboboy askiya yaxshi ko'rar ekanda. Katakanlardan bo'lsin der ekan. Katakanlardan bo'lsin deb qaytarsa, yo'q, hurmatingiz bor. Uzoqdan cho'llab kelgansiz der ekan. Mana taydilar. Mana askiya. Mana endi voliydan ko'p ulug' ustozlarimiz o'tgan. Ko'plari bilan bitta dastonga o'tirishga nasib qilgan. Ularni qo'limizdan kelgancha xizmatlarni qilgan bo'lib, duolarni olganligimizdan xursand bo'lib yuramiz. Hammalarining ruhlari shod bo'lsin. Xo'p, Andijonimizdan endi ustoz odam Muhiddin o'tiribdilar. Ustozim o'g'illari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zimning shogirdim mana. Muhiddinjon Sultonov, Hasanboy akam Sultonovning farzandlari. Endi Muhiddinning laqablarini yaxshi bilasizlar. Hasanboy akam ustozimiz bo'lgan, biz ko'p duolarni tarbiyalar olganmiz. Otamjon yaqinlar bular. Qarindosh. Endi Mamajonda Madaviyni o'tgan bilasizlar, Mamajon tog'am otamjon, Bahodir aka. Keyin Abdulhay Mahzun Qozoqov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Hasanboy akam aytdik. Endi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi G'ulomjon akam Ro'ziboyev o'tganlar. Rahmatqul Yasharov o'tganlar. Suvoqchi askasi deyish kerak ekan. Aslida. Masalan, men bitta sahnaga chiqib olib Ahmadjon bilan askiya qilayotgan bo'lsam, men so'zim sal qo'polroq ketib qolgan bo'lsa, Rahmatqul aka manaqa demoqchisizda deb suvab qo'yar ekanlar. Respublikada suvoqchi deb askiya. Keyin Saydullo tog'a o'tgan. Mamajon tog'am kunduz issiqida uyning oldida Majnun tol borida, anhorda suv oqib o'tirashiga chiqib durlarni yelpirib 95 choyni ichib o'tirsa, bitta yosh bola 5 yil o'tib qopti. Assalomu alaykum Mamajon tog'a deb borishni ko'rishibdi. Ha o'g'lim yaxshi yuribsan, qayerga ketyapsan desa, Asakaga debdi. Nima qilasan desa, birga xizmat bilan oshnam bordi, shuni ko'rib kelaman. Unaqa bo'lsa, askiyachi Saydullo tog'ang bor, choyxonasi bor. Saydullo tog'ang choyxonasiga borsang, albatta bu yerda Rahmatqul bo'ladi. Rahmatqulga men nomimdan salom ayting deb. Bo'pti-da, Asakaga borib
Sadullo tog'a bilan ko'rishibdi, choyxonasini topibdi. Qorasuvdan keluvdim, ikki og'iz rahmat qilib tog'amga gapim bor edi. Shuni aytib qo'ydim, keluvdim Sadullo tog'a. Ona chorpiyada oyog'ini osiltirib o'tiribdi, yo'g'ongina debdi. Ha, ko'rdim desa, o'sha rahmat qildi dedi. Endi u ham askarchilar yurtidan Qorasuvdan keldim deb borib turib, nima bilan ko'rishib rahmat qildi. Assalomu alaykum rahmatulloh aka. Men Qorasuvdan keldim, xizmat desa, eshaklar sizga salom debdi. Desa rahmat o'g'lim, sen eshakning nimasi bo'lasan dedim. Ama Hatamboy, buni gapidan keyin ilhom kelib ketdi. Qani. O'sha laqab dedi hali Mansur Ali. Ustozlarning laqabi juda o'ziga monand bo'lgan. Bittasiniki ko'rgan laqabi, bittasiniki tuya bo'lgan. Ko'rga qarab qayerdan kelyapsiz desa, Toshkentga bordim, o'g'il qizlarni ko'rib kelyapman desa, bu kinoya qilib, ha, yaqinroq o'sim deb qissa ko'zdan keldingizmi deb. Desa, yo'q. Tezroq boring deb yantaqman kelyapman. Bir laqabi tuya bo'lganda. Bu hozir javoblaydi, qarangda. Gap o'yini shunaqa ekanki. Endi Mamajon tog'am bir-biriga urib ketaverdi. Mamajon tog'am laqabi eshak bo'lgan endi bilasizlar. Mahsim aka men tangeda ikkita joyda chachi yo'q edi, kal bo'lgan. O'sha voy potani improvizatsiyasi shu bo'ldi. Qobil bo bilan qobil kal degan aslida xalq biladi, qobil bo bilan qobil bo aytganda Oybeka yuqori turdim, usta qurib ketganda seytmana, seytmasam bo'lar ekan, baraka topmadim debdi. Nimaga desa, juda umsiga usta ekansiz. Mana kelganingizga 3 kun bo'ldi. Haliyam qoziq deblanmaysiz. Qoziq totadi-yu. Desa, "Oboy, meni bilmasak nima bo'lasan?" Men o'tirganim yo'q. 3 kundan beri 3-chiqarib o'tiribman. Yana bitta gap aytib, endi siz qurgan uy nima bo'ladi? O'zi boshidan qish yo'q. Yo ayvon bo'lmaydi, yo uy bo'lmaydi desa, yaxshi ko'limda olsang, oldingda ravon, ketingda ayvon qilaman degan. Marg'ilonda bir izdihomda bo'lib qoldik endi. Toshkentda Abduhoshim akam kelgan, Tohir Qo'ziyev kelgan, Toshkentdan ham 7-8 ta san'atkorlar. Endi rahmatli Mamasliq akam bilan Xotamjon birga, biz Andijondan Muhuddijonman kelganmiz, chiroyli izdihom bo'ldi. Bir o'tganlarda ruhini shod qilaylik deb bir do'stimiz yaxshi ehson qilgan edi. Oxirida keyin izdihom tugagandan keyin tashqariga chiqib bir 50 metrcha nariyoqqa yurib, Xotamjon, men, Muhuddin, Mamasliq akam, endi shinamandarlar ham bor edi, Foziljon bor, Hasan Husayn ukalarim bor, Marg'ilonlik. Bir 20 kishi turib qoldik. Endi Xotamjon bilan usta birga borish kerak edi ekan bu izdihomdan chiqib. Ashi tahlil qilgan 7 bitasi Mamasliq aka tezroq o'tasizlar ha dedi. Ular birga borish kerak ekan, esingizda bo'lsa Xotamjon. Keyin ha o'shanda itiylik ancha yil oldi-da. Keyin bu yil Xotamjon deyli Malibu'ni oldiga o'tkazib olib boraman dedi. Desa aka to'xtab turing dedi, tahlil qo'ying Xotamjon. Bularni yili yo'q dedi, Mamasliq. Bular otnikini bizniki deyishadi. Demoqchiman. San'atdagi askar janriga Mahammad akam yo'llarda yurib, Madamjon aka, Zaynomda aka rahmatlilarning ko'p duolarini olgan. Xotamjon o'zi ham ko'p salmoqli qissalarni qo'shgan. Tanijoningiz sog' bo'lsin Xotamjon. Sizni juda yaxshi ko'ramiz biz. Sog' bo'ling. Ilohim. Ishdan bir ikki oqim gapirib bering endi. Ilohim. Endi akam boshqacha edilar. Voh. Voh. Otdan hech so'kmaganlar sizlar. Yo'q. Hech bir. Shu qani endi. Ertalabdan kechgacha birga yuradigan bo'lsak-ku, faqat askiya qilib yuraversak deyman. Bo'sh qolsaga shaxsiy hayotga o'tib ketamiz. Labzak nima xolosiga paypoq. Voy. Oh, paypoq. Siz ayting. Yo, siz oradan ketib qolganlaringizni aytmayman. Yo'q. Qara aytib beradi. Mashinada borganmiz. 2 xonada yotamiz. Xotinbek ko'chadan bir savdo qilib keldi.
choyga tayyorgarlik. Yemeğe kadar yer. Birovga ishonmasdan mashinani. Mashina yuvdi. O'zi keyin men yaxshi chizib qo'yasan dedi. Keyin Shilanga ketdim. Shilangni ulab keldim, yeb berib turaman, Mamat akam. Atadi. Bir ayol kelib qoldi, paypoq ko'tarib. Nima ekan dedi. Paypoq ekan desam, ko'rchi dedi. Ko'rsam ma'qul keldi. Keyin o'zingiz ko'ring desam, 10 para oldi. Bo'ladimi dedi. Keyin mashinani yuvib, bekitib, xonaga chiqqandan keyin qandaydir Alloh diliga soldimi, buni peli o'qitsa-da, ko'ngli erib ketib, bu yoqqa bir jup berdi. Menga bir jup berdi. Qolgani sumkaga solib qo'ydi. Eng qizig'i ertalab turg'izimga qaradi. Paypaqda kam chiqyapti-yu. Senga bitta berdingiz, otamjonga bitta berdingiz. 8 jupa o'zingizda turibdi desam, sanasi bitta kamda. To'xta endi bitta kelib qoldi. Meni oldimga kirdilar. Bahodir, avsta. Xonangda o'tirdingmi? Ha? Bizni xonaga kirdingmi? Yo'q, kirganim yo'q. Habobda o'tirdim. Keyin o'tir dedi. Men o'tirdim. Otam o'tir dedi. Uchalamiz bitta xonada. Qayerda qoladi? Bitta paypoq qancha o'zi deyapti-da. O'zim qo'yapmanda men qo'limda turibdi. Lekin ham qo'lda turibdi. Qani dedi. Betga oxuni billa tushgan dedi. Menmi o'g'il? Buniki ham deb oldi. Men aqda o'zim qaraveradi, paypoqni bog'da. Menmi o'g'il deb turdim. Hamsa ketaman dedi. Kechasi ham ketaman. Taksi chaqirib, boshqa gazeta chaqirib ketdi. Telefoncha olmaydi. Obbo, bir balo qilib yotildi. Ertalab tursam, tur. Xursandchilik paypoq topildi dedi. Keyin qaytgansa, chiqqanda ham bittasini kiyib olgan ekanman. Hozir ha. Tugatib qo'ying. Keyin men sirasiz telefon qildim. Hatamboy, suyunchi paypoq topildi desam, Xudoga shukr. Qachon qaytasiz dedi, umuman qaytmayman dedi. O'zi 1000 so'mdan 10 so'mga olgan holat paypoq. 1000 so'm bittasi. Yetishma bermaydi. Endi repetitsiyaga men u gazetasidan bu yoqqa kelaman. Gazetada hammamiz to'planib inayib ketamiz. Hayriyat dedim, paypoq topilibdi, aka dedi. Ha, topildi. Agar to'ri oyog'ingizga kiyganingizda paypoqqa qamalib ketar ekanman dedi. Akam endi boshqa Endi mana ustozlar ruhlari shod bo'lsin, bular to'g'risida ham ancha-muncha hangomalarda gaplashdik Ahmadjon do'stim. Endi ashulla bayroq qiladigan bo'lding Bahodir aka. Ha, endi ustozlar yo'lida. Agar tayyor bo'lsanglar ashulla bayroqni boshlaveramiz Sotamjon. Qani? Bahodir aka meni qulog'imga pishirib so'rayaptilar. Nima dedi? Muhammad Sidiq ashulla bayroqni boshlaydigan bo'lsak, men boshlayman dedi. Boshlaydi desam, qaysi ashullada gapiradi desa keyin qulog'iga aytdim. Nima deb? Ko'hrak urib boshlab yuborasiz, na insonman, na hayvonman. Endi odam shashilib turganda ashulla so'ramaydi-da. Men tez opman. Sekinroq ayting dedingiz, xo'p dedim. Ashulla aytvordim sizga qarab. Juda xolasangiz asta qilaman. Mamat Sidiq fe'llarini biz ikkalamizda yaxshi biladigan bo'lmasa kerak. Albatta. Bir pastaga ko'nmaydi askiyaga. Ozgina burchakka o'tib tamanno qiladilar. Bahodir akamga qarab, Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Ya, Sher aka. Atirikman hali. Hayya, o'zi. O'tirishingizdan sizni tirikligingizni aytib qo'yay deyapman. Ya itxidi kelib qoldi-da o'shanga. Sherali akamni qo'shiqlarini aytkim kelyapti. Ayting, qaysini? Karvon ko'rdim. Ilhom kelsa men ham to'xtamayman, Abdulaxan. Sen neydi chop turasan? Ha? Bir tojikcha qo'shiqni ham men yaxshi aytaman-ku. Ki o'zbekchasidan aytaveray. Hotamjonga yoqadi. Bayot bir qilaymi? Bahodir aka, Lapay.
Xotam akam bilan bir-birlariga qarab ashula aytib qo'ydilar. Sizlarga qarab ashula aytgim kelib ketdi. Qanaqa ashilla? It hurar o'tadi karvon. Ashilaga o'zini ham qo'shib oldi. Voy Bahodirjon aka, Ola bey. ustozimsiz. Ha. Endi har zamonda menga ham qo'shiqqa navbat berib turing. Hop. Albat navbat bermaydigan bo'lsangiz, hammani ichida qo'shiq qo'raman. Nima deb? Ha, bo'ylaringga deb. Endi bugun meni tug'ilgan kunim bo'lyapti shekilli. Meni axtarib kelgan ekansiz. Men uyda yo'q ekanman. Mahmud shogirdingiz keldi dedi. Hali boladan ekinlik varaqqa xat yozib jo'natib yubordim. Nima deb? O'qidingizmi? O'qimabman. Salom senga Xo'razmdan. O Bahodir aka. Salomat bo'ling. Men bugun sizga yoqadigan narsani olib kelganman. Ha. Mana qurt. Shu og'zingizga solib qo'ysam qo'shiq boshlavorasiz-da. Qanaqa? So'rayo deb. Shuna hayron bo'laman, Mansirada so'radi. Kim edi? Gadolardan biri dedi. Jumovoy. Labbay. O'zi sizni shunday ham yaxshi ko'radi. Salomat bo'lsin. Qurut bermasangiz ham shunday ham yaxshi ko'radi-yu, sal yoshi o'tib qoldi. Ha. Ha bo'lmasa o'zingizdan so'raydimi ashilla qilib. Jononim qani deb. Jumovoy xafa bo'lmaysan. Yo'q. O'sha qurutni og'zingga solib qo'yaymi, so'rasizmi deb. Hozir klassik qo'shiqlarga o'tyapsiz. Tunov kuni bozorda gavjum joyda o'tirib qo'shiq kuylayotgan ekansiz. Men g'aribni bitta o'p deb. Jumovoy, men hayron qolaman Bahodir aka. Qurut bo'lsa qurut so'r deydi. Kecha kun chilang chiqayotdi og'ziga, emasmi deb. Ammo dushmanni bilib bo'lmasa ekan Juma. Kecha kuni qoqinib yiqilib tursang, Mansur ashilla qilyapti. Ajab. Hammamiz bu yerda chiroyli ashulani boshlab yubordik-ku, Po'lat akam qarang. Qiyshayib kirib kelib ashula boshlab yuboryapti. Mas bo'laman bu kecha deb. Bu shu pensiya olgandirda, pensiya olsa ashula qiladi. Volidangni rozi qildi. Bahodirjon aka mendan so'rab qoldilar. Chap tomoningda o'tirgan qaysi ashulachi deb men ham tanishtirib ashula qo'raverdim. Nima deb? Oysha opa qizi Jumagul deb. Oy, zo'r qo'shiq aytmoqchi. O'rta Osiyoda bitta bo'lgan yagona mana neychimiz qo'shiq aytyaptilar. Nima deb? Ikki olamga panoh bo'lgan boshim deb. Mahmudjon bugungi davraga oqsalanib, dadil qadam bosmasdan kirib keldi. Salomat bo'ling. Ha, qadamingiz bejo desam, menga qarab ashula aytvardi. Nima? Adashganman deb. Muhammad Sidiq aka, Labbay Mahmudjon. Muhtincha ekolan kelyaptirovdilaring. Men ham ekolarga qarab qo'shiq qo'yardim. Qanaqa qo'shiq? Kelur ikki kishi go'yo u ham odam, bu ham odam deb. Men sizdan boshqa qo'shiq kutuvdim Mahmudjon. Menga qarab aytarmikisiz dedim. Nima qilsa yoqadi Andijonlik bezori deb. Mahmudjonga tan bering. Xo'p, bir chelak suvni ko'tarib olib, sizga ham menga ham bermasdan ashilla aytib yuribdi. Qanaqa ashula? Men sevaman, sen sevasanmi? Absamat akamga qarab ashilla qilib yuboraymi? Nima deb? Bir soatdan mazga jim o'tiribdilar. Nima deb? Ashilla aytaymi? Nima deb? Indamadi. Ya, fursat kutyaptilar. Ko'p o'ylaydilar. Lekin ekanlaringda insof bo'lsin-da, bitta Mahmudjonga tashamanglar. Men Absamat akamga ta'sir qilyapti. Hozir ondan turib tashab ketib yorsinmi? Nima deb? Meni borar joyim o'sha Namangan. Absamat akam hozir tayyorgarlik qilyapti. Mendan so'rab qoldilar. Nima dedi? Qanaqasidan bo'lsin dedi, sekin qulog'iga aytdim. Nima deb? Monimga ayting deb. Mana yoningdagi Rasuljon ham zo'rda ustozodada. Bu ashilla aytmaymi desam, "Yo'q" dedi Mansur. "Ha" desam, "Bu siygoqni biladi." Absamat akamda qichiq-patiga tiymaylik. Ro'molchani olib, qoshlarini terib atib olsam. Yo men bola, yo siz keling. Rasul akamni bitta odati bor. Juda chiroyli nafasi bor. Juda chiroyli qo'shiq aytadi-yu. Bir cholg'u asboblarsiz aytolmaydi. So'z bilan. O'shaning uchun men hozir iltimos qilmoqchiman. Endi hozir asbob topib kelishning iloji yo'q. Iltimos, siz qo'shig'ini aytavering. Qolganini Bahodir akam og'zida chop qo'yaveradi.
Noto'g'ri gapirding. Bu Rasuljon ashilla aytganda sozni keragi yo'q. Ha. Bu aytaveradi og'zini ochib, orqasida turib dingillatib turaveram. Mansur aka. Mansur aka. Yo'q, Otamboy gapda davom bor-da. Ashillani bu yoq aytadi, Bahodir akam og'zida chop turaman. Keyin ko'rgan aytadi, Bahodir akam askiyachimi, asbobmidim. Ha Mansur aka. Yoningizda ustoz Ablahat akami soz siznikimi? Ustoz soz siznikimidi? Ha. Shuning uchun yog'da erkalatib qo'ysa ekanda. Ha. Chol deb. Mansurlarni yaxshi ko'raman, otam. Ko'rganlar jassizchalik o'ylanadigan odamlar bas. Ha. Bittada biladi. To'pasi askiyachi asbob bo'lib qopti deydi. O'sha asbob deganingdan beri Mansurda og'zidan tushmay qoldi. Mansurjon, salomat bo'ling. Tipatizik askiychi asbob bo'lib qopti degan bo'lsa, qolganlarim aytadi, Otamboyga qo'shilgandir-da. Endi ashilla aytadigan bo'lsak, Mansur Ali, bitta iltimosim bor. Shogirdim sana. Tepa pardani men olaveraman, pastini sen olaverasan. Unda Ablahat aka qiynaladi, bu bepardalar qaydan keldi-da. Ammo Mansur akam ham jiddiy injiq ekan. Sozni rosa chiroyli qilib sozlab qo'liga ushatib qo'ysam unamayapti. Tashavordi deydi. Mansurjon, salomat bo'ling. Hamdan beri ashula aytay desam, aytirmaysiz. Qoshingizni silaysiz, boshqa qilib bir chorzarb qilib, bir qoshingizga tegizmagan qalamni qilaymi? Ama ko'rganlar ham aytadi. O'sha sozlaringizda qoshingga tegizma qalam yaxshi ashilla. Siz ham soz yasadan ustada. Mana shu choyxonani aylantirib, do'ppilaringizni qiyshaytirib ashula qolaymi? Nimadir? Yakka bu Farg'ona dedim. Sozlayman deb buravoruvdingiz. Qo'lingizga bir urdim, qitig'im kelyapti. Ama ko'rganlar ham aytadi. 15 ta erkak o'rtatibdi, asbob sarson bo'ldi deb. Mashq hamma narsani otasi mashq. Bir necha yillik mashqda sabab bilan butun dunyoni bir qarich asbobni egalladi. Ney bilan? O'shaning uchun Bahodir akamning qo'li tinmaydi. Qo'li asbobda o'ynaydi. Bahodir aka, Ey. chiroyli qo'shiq aytyapsiz, odamlar tanimay qoldi. Tanishtirib yubordim. Nimadi? Oq bilagoyim anjonlik shu deb. Ya Abduhatta nayiga ishqo'z bo'lyapsizmi? Jon aka, Jumoyev o'zingiz ham qolishmaysiz. Yoshligingizda ham klarnetni yaxshi cholardik. Mansur aka, Bahodir akamni qo'li sozda asbobda yaxshi o'ynaydi deyapsizmi? Lekin tuzukroq kuy chalganini bilmadim. Qo'liga sozni berib qo'ydim. Chap qo'li tepada, o'ng qo'li eshagini tayida yuribdi. Bahodir akamga Xudo bergan 70 ta asbob biladi. Lekin hammasi chala. Ofaring. Shunda odamga 70 ta asbob sig'ar ekan. Voy, yarmi qo'lida, yarmi og'zida. Ovozi chiqmasa ham ushlab o'tirsangiz xursand bo'laman. Ablahat akamga tayinlamoqchiman. Ha. Bir Bahodir akam yetalab olib chiqib ketamidi dashga. Ha. Olib chiqib ketaman desa unamay. Xo'p, nimaga? Olib chiqib olsa bo'ldi dashga. Ha. Ag'i cho'liroq qiladi. Cho'liroq demang, itday tilingizni osiltirib olsa kerak. Bahodir aka cho'li uroq desa, buni vahima qilgizman. Ushlab yarim yo'ldan qaytarib kelamiz. Yo bo'lmasa Qo'qonda o'shag'idan. Bizim shogirdimiz Muhiddinjonni yangi ishidan xabar topdinglarmi, Otamjon? Yo'q. Qorasuvdi markaziga cholg'u asboblarni ta'mirlaydigan ustaxona ochgan. Yaqinda do'kaniga kirgandim, g'alati ish oldi. Nima bo'ldi? Muhiddin, siz do'kaningizda nay asbobi ham bormi desam rosa güldürdi. Nima dedi? Devorda osilib turgan nayni ko'rsatib, Mahammaslik aka ananay deydi. O'zim ham hayron bo'ldim nay so'raganingizga. Mahammaslik akam 70 ga kirganda nayga shinavandachlik qilayotganda, yoshligida shunday chola yurardi-yu dedim. Muhiddin o'zi yaxshi usta bo'pti, asbobni ham yaxshi cholar ekan. Bir asbobni jaraylab cholyapti, qulog'imga rosa yoqdi. Muhiddin nima cholyapti-da, bunday qarasam, Muhiddiniki tor ekan. Muhiddin, asbobni siz qilyapsiz, baloga men qolyapman. Nimaga? 3 kunda shaqa ustozingiz eshigim tagida yotdi, ha, desam ta'mir qiling deb. Bahodir akam ham hamma asbobga ham aqli yetmas ekan. Nimaga? G'ijjay bilan kamonni oldimga qo'yib turib, bu nima dedi? G'ijjayni ko'rsatim, mana g'ijjay dedim. Kamonni qo'liga beryapti, mana onisi kamon dedim. O'shancha haydab bordim bolalar ekan.
Hoji. Nima? Ko'p yurganman bilaman. G'ichakda ovozdan taniydi. Doirani usuldan taniydi. Tashqi asboblar ham bo'ladi, o'rislar asbobi. Deganimda biladi o'zi. Bir cholg'u asbobi bor senga dedi, padarga qilaman deydi. Uyga kirdik. Dutor beryapti. Dutor menga kerak emas, Bahodir aka dedi. Menga ta'mir bering dedim. Ya, Muhitjonda zo'r ustaladingizmi? Qayl qolish kerak. Kecha kuni Muhammad Sidiq bilan xizmatga kelib qoldilar. Soz zo'ri dedim. Desam, men ta'mirlatib oldim deydi. Sozda turmaydigan olib qoldi dedi, Muhitjonga olib bordim, turadigan qilib berdi dedi. Hoji, hey, Sen cholg'u asboblarga juda ish qilyapsiz. Bironta asbob kerak bo'lsa Muhiddinga qildiraverasiz. Muhiddin yasagan. Yaxshi inson asbobini birovga bermaydi. Bahodir akam sovg'a qilaman dedi, ishondingizmi? Sodtasizda. 30 yildan beri menga ko'rsatib bermagan sizga beraman. Muhiddin yasagan musiqa asboblarda ta'rifotini eshitdim. Do'kaniga men ham kirdim bir Yana uni qarang. Hamma yo'q bor ekan. Dutor ham bor ekan. Bor. Undan tashqari yana qonun changlar ham bor ekan. Haligi qonun yoqib qoldi. Ajoyib ekan-a. Simlari ham baquvvat ekan-a. deb bildim. Nimani? Simini baquvvatligini. Bu nimadan desak ko'rsatdi Po'latdan dedi. Hatamda bitta gapingizga tan bermadim-da. Qaysi joyga? Hamma yasagan asbobini ko'rdingizmi? Ko'rdim-da. Keyin ko'chaga chiqib menga boshqacha gapirdingiz-da. Nima? Dutori bor ekan, tori bor ekan, doirasi bor ekan. Muhiddinni yaxshi bilmayman. Soz qilaman dedingiz. Ama Muhiddinda kirganingizni aytdi. Sizdan Atamaga zal shashqaloq ekansiz. Ko'rib chiqib ketyapsiz. Mansur akam tuziydi. Kecha xotirjam kelgan ekan. Oldin bir ko'tarib qarab ko'rib chiqdi. Keyin hammasini bittadan cholib ham chiqdi dedi. Ama Hatamboy men xursand bo'ldim. Kelgan zahotim hurmatimni joyiga qo'ydi. Aka dedi, sen ilgari Xotam akam keluvdi. Xotam akamni turgizib sizga beraman dedi. Hatamboy. O'shacha xotirjam edim. Sizni ko'rsa ham qo'yadi bu. Ama Mansur aka ozgina tortinchaligingiz bor ekan. Nimaga? Xotam akam bilan birga kirdinglarmi? Ha, ketma-ket. Ana shu sozlar turibdi, o'zimdan so'rasiz bo'laveradi. Xotam akamga pichirapsiz. Nima debman? Unda oldida turgan asbob yoqib qoldi. Aytgan pulni berardim, sotamikin debsiz. Ama menga yaqqani bor. Qaysi biri? Hatamboy ham zo'r asbob yasar ekansiz. Ya, men ham shogirdman. O'ynalib ketayna, turistga asbob yasabsiz. Ana, o'sha o'tingiz ma'qul keldi menga. Ana. Aytdim-da, sizga yasaganman uni. Shunaqami? Chunki o'zimiznikilar yo'qmaydi sizga. Chetniki bo'lsa yasataverasiz. Ama chiroyli sozlar bor, hamma yo'q boru. Po'lat akamdan xafa bo'ldim. Nimaga? Oyog'i ayqash-chaqash bo'lib aylanib kelyapti. Bu qanaqa asbobda ko'rsatib yubordim, pianino deb. Bildingizmi nimaga oyog'i chayqalib kelyapti? Siz asbobingizni ovozini eshitib, bu kayf qilyapti. Hatamboy qayga borsa ikkab birda sizni asbobingizni maqtaydi, o'tingizni. Doim keyin menga shikoyat ham qiladi. Nima deydi? Hatamboyda o'ti yaxshi-yu, qo'ltiqda yaxshi turmaydi deydi. O'sha Xotam akam ham yaxshi sozanda, yaxshi xonanda. Mana siz Bokuga borib tor qildirib kelgan bo'lsangiz, bu Muhiddinga qildiribdi. Muhiddinki nima cho'mayapti desam, dastasi yo'g'onroq ekan, qo'limga sig'mayapti deydi. Mahmudjon, siz ham ishqibozsiz, so'z Ishqibozman ustoz. Iltimos, uka, yoshim bir joyga borib qoldi, bir nog'ora qilib bermaysiz. Men sizga nog'ora qilib beraveraman, cho'pini Mansur akamdan olasiz-da. Mansur akangda cho'pini ham ovoz chiqmaydigan bo'lib. Ovoz chiqmaydi. Mana ishqibozini ko'ryapsizmi? Ablahat akam o'tiribdi deydi. Shu bir qarich asbob bilan dunyoni lol qoldirgan. Nimaga o'tirib desam, nima o'tiribsiz desam, bir qarich bo'lsa ham bormi-da deyapti. Ablahat akangizni neyni cholaman deb ovoraman. Uncha-muncha odamni qo'ldan kelmaydi. Kecha Abdulahatning ayini bir ko'raydi, Mahmudjon qo'liga olgan ekan. Bahodir akam Abdulahatning ayini Mahmudjon ushlab turganini ko'rib qolgan ekansiz. Hammaga aytib beribsiz-ku. Qanday bilan gacha ko'p kelyapti, qanday? Demoqchimanki, bugungi tasodifiy nasib qilganini qarang suhbatimizga.
Ablahat akam O'zbekiston xalq artisti. Aka falon kungacha suhbatimiz bor desiz, albatta davlat tadbirida ko'p bo'ladi. Bu nasibalari qo'shilib kelib qolganlari va Ahmadjon akam bilan kelinglar, bulardan ham foydalanib qolsak. Ishkepsilar. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, do'stlar, akalar, ustozlar, ishbilarmonlar. Alloh nasib qilib, mana kecha biz Andijonga keldik. Bugun ma'lumot berildi. O'sha oldin suhbatimiz kelganda hammaga aytdik, aka, hujjatni mutlaqo qilyapti. Mana 2 marta bo'lib, 3 mana bu yer tarixda qolmagan narsa bo'lyapti. İnternet bo'lsa Ahmad akamdan boslaymiz. Qo'ldan kelganda ular agar qo'ldan kelsa askiga aralashib bo'lsa 200 bir hisob bersa tarixga qolar bo'lib, bunaqangi tarixiy narsaga qatnashmaslik gunoh. Shuning uchun keldik, iloji bo'lsa bilan mana Hasanjonga rahmat. Qolaversa avvalambor mana Bahodir akam aytmaslik, yurtimiz tinch, festivasın kundan kunga obod bo'lyapti. Bunaqangi obod joyga askiya ham, kuy ham, san'at, raqs hammasi yarashadi. Doim bu davomli bo'lsin. Endi hozirgi kuyib qolgan kuyimiz barcha O'zbekiston xalqi, ishbilarmonlar uchun va sizlar uchun qo'ldan kelgan ijro beramiz. Salomat Kurmayapti, yaxshi.
Yusuf Qizilni hech qachon bularni yoddan chiqarmaslik kerak. Nimaki shu yo'lni boshlaganlar. Askiya san'atini, qizg'ish san'atini, yaka ijrochilik, uning ichida kaltakchilar, o'yin kulgilar, yallalar Yusuf Qizilni so'zisiz hech qachon nima qilmagan, nima deydi, esdan chiqarmagan. Bizga qaraganda Jo'raxon Sulton ashula aytadigan bo'lsalar, misol uchun, kaltakchilar bo'ladigan bo'lsa, yonlarida Mamirjon Uzaqov O'zbekiston qiladi. Misol uchun Dod kim rahm eylemez halimge cananım beni küydü bu hasret otidene küymegen canım benim daha yığlamayım gülşeyit zulmet aratan yad gün çeyat daha sorma sabır tünkülüp Şami şabistanım beni Şami şabistanım beni 11 yil ko'rik-tanlov bo'lgan Marg'ilonda tumonat endi behisob odam shinavandlar o'tirishibdi. Ustoz mikrofonga chiqdilar. Assalomu alaykum. Bizni xalqqa qarab. Mana har bir san'atkorda askasining laqabi bo'ladi. Masalan, meniki ot dedi ustoz. Mana xatam o'ligini bilasizlar. It men erkalat kuchli deyman. To'g'rimi xatam? To'g'ri xatam ekan. Ustoz ham chiqib ustoz odamlar ham om emas, ot bilan eshakni farqiga boradimi deyishuvdi. Keyin ustoz Mamaslar ekan rahmatli adam boy Abdullaniki nima edi? To'g'ri xato ekan, ana emas. Ustoz molduqqana chaqiraman dedi. Keyin Abdulla akam chiqdilar. Mol bo'lmasam eshak bilan it chaqirsa chiqaveraman bu to'g'ri. Xalq chiroyli qarshi oldi. Ilohim ustoz nurlaringiz yorda bo'lsin. Ilohim. Men hali mast bo'latdim Telegramdan, Instagramda yurgizyapman. Akalasi yetishibdilar. Bizni vodiyda bilasizlar, avgust oyida. Avgust oyida to'y bo'ladi. Avgust saraton deymiz, Toshkentda chilla deyishadi. Biz issiqda ham to'y qilamiz-ku. Ikkita so'qim, bitta qo'yni so'ysiz ham yeb olamiz-ku biz. Keyin ikkita to'yga kirgan, uchinchisiga aytilmagan bo'lsa ham kirib rosa yetishibdilar aka. Turganimiz ostanovkada 1:30 kuni saat avtobus yonboshlab kelib qolibdi. 76 ta odammish o'sha kuni yakshanba ekan. Oldi eshik ochilgandan keyin hali kayib chekin o'tirib, qarasa chap tomonda bo'sh joy turgan ekan. Hali bo'sh joyga o'tirib ketyapsiz endi issiqjon qorindan bo'lib ketibdi-da. Jamoat joyida ham shunday qilasanmi? Voy. Bugun yakshanba bo'lsa, avtobusda ko'pchilik bo'lsa, hamma qarab ketayotganmiz. Zindalik chiqib ketyapsizlar. Qo'rgan ekan, qarasa yonda xola o'tirgan ekan. Xola xijolatmi? Mendan to'kib qo'ying demiş. Sağ bo'linglar ustozlar, borlaringizga shukr. Bu askiya san'ati men ko'p Xatamjon akam ustozimizni duolarini olganman, Bahodir akam, Mamaslar akam, Ahmad akam, Abdulahad akam. Ilohim borlaringizga shukr. Ko'p yillar xalqimizga duolar buyuringlar. Mana shu askiyasilik san'ati davomiylik bo'lsin. Keyingi asrdagi farzandlarimiz ham sizlarning askalaringizni eshitib maza qilsin. Ko'z tegmasinglar, sog' bo'linglar. Hali bir duo qiling. Amin. Amin. Qani joningiz salomat.
umring uzoq bo'lsin, martabang ulug' bo'lsin. Bolam kelajakda sen ham xizmat ko'rsatgan, yo bo'lmasam xalq archisi degan unvonlarga erishgin. Amin. Alkashlik o'rnini bajarib, hech kim unvon olgan emas, sen olasan. Sog' bo'linglar. Noyob bo'laram. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Hammalaringizni ko'rganimdan xursandman. Iloyim mana shu o'tirishimizga, diydorlashib ko'rishimizga ko'z tegmasin. Shu kamtarona shu san'atimizni hurmat qilib, bezbozlik taklif qildilar. Bundan tashqari holatda biz ko'p gastrollarga bo'lyapmiz, sotakamdan guvoh bo'lyapsizlar. Bu shu ustozlardan shu bir mayli qo'shig'ini aytib beraman. Amin. Barakalloh. Ko'p zamondir bir pariga muttaloman aylayam. Ko'p zamondir bir pariga muttaloman aylayam. Shu sababki kahraman aylayam. Shu sababki rangi ro'yimay kahraman aylayam. Ahlida do'stlarga aytmay kimga aytar zumlik nozli xatar oshirdi dilramoman aylayam. Nozli xatar oshirdi dilramoman aylayam. Aylamas parvo parilash bir yo'li ko'nglim uchun yolg'onib qilganda yuz ming iltijoman aylaying. Ahdini bilmak buzmay ixtiyor aylarm yo'q. Mehrsizlikdan shoh musamman aylayam. Mehrsizlikdan shoh musamman aylayam. Rahmsizlik ustiga yor rimtamon aylayam.
Rahmat. Amin. Taniga. Shu o'g'limizni Amin. qaysiga? Amin. Shu o'g'limizni tarbiya qilgan otasini ruhiga Amin. Amin. Ilohiy ilovanda qolmishlardan jon salom. Amin. Amin. Ustozlarni yo'lini bersin. Amin. Amin. Umring uzoq, rizqing ulug' bo'lsin. Amin. Aka ukaga ko'z tegmasin. Amin. Amin. Qani joning salomat, iymonlaring buk bo'lsin. Xudo xolasa kelajakda O'zbekiston xalq xotirjamlik unvonlarga Rahmat, rahmat. Ay gapirolmayman, qo'lingizda ko'rsatib bering. Bu ketishda qo'lni ham sindiradi. Halkı